Rasululloh aytdilar, Qur'on o'qing, yig'lang dedilar. Fa illam tabku, agar yig'lamasangiz dedilar, Qur'on o'qidik, Qur'on eshitdik, yig'i kelmayapti. Asli Qur'on eshitganimizda yig'lashimiz kerak. Qur'on o'qiganimizda yig'lab o'qishimiz kerak. Yig'ingiz kelmaganiga yig'lang dedilar-da. Nima uchun shu qalbim qotiganmish, nima uchun yig'i kelmaydi menga deb yig'lamaganingiz uchun yig'lang deganlar. Qur'on uchun emas. Qur'on o'qib ko'zingizdan yosh kelmaganiga yig'lang dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'on eshitsalar yig'lardilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu, "Ey Ubay, menga Qur'on o'qib bering" dedilar. Shunda Hazrati Ubay murattab qoriydilar-da. Qorilardan eshitishni yaxshi ko'rardilar. "Ya Rasululloh, sizga nozil bo'lgan bo'lsa Qur'on men o'qib beramanmi sizga?" "Ey Ubay, men eshitkim keladi, eshitishni yaxshi ko'raman sizdan" dedilar. Shunda Ubay ibn Ka'b Qur'on boshladim. Niso surasini boshladim. Shu oyatga yetib keldim. Astaizu billah fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin va ji'na bika ala haula'i shahida. Shu oyatga kelsam Rasulullohning muborak soqollari ho'l bo'lib ketibdi. Yig'idan o'zlarini to'xtatib tura olmadilar. "Ey Rasululloh, sizga qanday holat bo'ladi?" deyapti Alloh. Ummatlaringizni butun ummatlarga فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Siz bilan biz ilgarigi ummatlar tonar ekan, payg'ambariga tuhmat qilar ekan, bizga yetkazmagan, bizga bildirmagan azobni ko'rganda biz aytar ekanmiz, biz Alloh guvoh qilar ekan. Ilgarigi tamomiy ummatga biz guvoh bo'lamiz. Bularga yetkazilgan. Bularga payg'ambarlar yetkazgan, da'vat qilgan. Hazrati Nuh alayhisalom 900 yil da'vat qildilar. 10 ta odam musulmon bo'ldi xolos. Bu odam 900 yil da'vat qilgan. Bizga Alloh so'rar ekan, qani guvohing? Rasulullohni guvoh qilaman, Rasululloh guvohlar. Shu oyatda shunday Alloh aytibdi, unday qanday holatda qolasiz ey Habibim, sizni butun olamga guvoh qilib qo'yaman. Shu oyatni eshitib yig'lab, "Ey Ubay, bas qil" dedilar. Qur'on shunday ulug', Allohning nuri bu. Qur'on o'qiganimizda ko'zimiz namlanishi kerak. Mayli ko'zimiz emas, qalbimiz namlansin. Ixlos bilan eshitaylik, muhabbat bilan eshitaylik. Mana shu qorakalarimizni tasbihlari, qiroatlaridan mamnun bo'lib, shunday chiroyli bir mamnunliklarni bildirdilar. Alloh taolo duo qilamiz. Hammalarimiz mana oxirlab qoldi. Qur'oni Karim, Allohim kaloming Qur'oningni eshitganda qalblarimiz titrab, badanlarimiz qaltirab, kalomingni eshitganimizda ko'zlarimizga nam kelsin. Rasululloh shunday marhamat qildilar. Ilohim kalomullohni hammamizni qalbimizga, tanamizga, vujudimizga nur bo'lsin. Hayotimizga nur bo'lsin. Xonadonlarimizga nur bo'lsin. Qur'on o'qilingan joyga Allohning nuri yog'iladi. Qur'on o'qilingan xonadonda baraka bo'ladi. Qur'on o'qilingan xonadonda ajralish bo'lmaydi. Janjal, urush, janjal bo'lmaydi. Ilohim hammalarimiz xonadonlarimizda oxirlab qoldi. Qur'on o'qilinsin. Baraka bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Yanagi Ramazongacha qaysi bir xonadonda Qur'on o'qilinsa, qaysi bir xonadonda xatm bo'lsa, kelgusi Ramazongacha janjal bo'lmas ekan. Urush, janjal, tortishuv bo'lmas ekan, er xotin tortishmas ekan, ajrim bo'lmas ekan u xonadonda. Siz bilan bizlarning xonadonlarimizda janjallar, yoshlarimiz ajrimi Qur'ondan uzoqlashligimiz. O'sha xonadonda aqalli Ramazonda Qur'on o'qilgan yo'q. Ramazonda xatm Qur'on bo'lgani yo'q. Shuning uchun xonadonda doim janjal, doim fayz yo'q, baraka yo'q. Ilohim hammalarimizni xonadonlarimizda Qur'on o'qilinsin. Ilohim Ramazon kelgusi Ramazongacha tinchlik, baraka bo'lsin. Xonadonlarimizga nur kirsin, masjidimizga nur kirsin. Ilohim uzoq yaqinlardan keyin aziz jamoatlarimiz mana bugungi mana bizni qalbimizga shunday ilhom solgan, shu so'zlarni chiqargan
bu akamiz tan jonlari sog' bo'lsin. Qora akalarimiz ham minnatdor bo'ldilar. Ilohim hammalarimiz zurriyotlaridan qorilar chiqsin. Shunday xush ovoz, xush savt hofiz Qur'onlarni va avvallarni Alloh chiqarsin. Allohu akbar.